Bular bolalar bor hozir aka. 20 kunlikka borib qo'ygan. Bular sotiladi. Bolalarini siz olib chiqqancha men bir chiqargan edim 10 ta 11 ta jo'jani. O'sha paytda sotilib ketdi. Moshni narsalarda. Bular chempion zotlar. Bu uy egasi hozir yo'q. Biz G'olibjon bilan video qilyapmiz. Uy egasi Maqsudjon o'g'aynimiz. Haqiqiy parvoz. Narigis otasi. O'sha bu cho'ja ekan. Bu Narigis otasi. Otasini ham cho'jani o'zi o'p qopti, to'ladan chiqib, ha? Otasini 20 ta aka. 20 ta. Gap so'z yo'q. Necha kunlik bo'ldi? Rona bu hozir. O'zim bor edi o'zimda, kichkina edi. Kichkina edi. Uyam ko'taradi, lekin hozir yaxshi tomoni aka, mana uni 2-3 dan kelgan to'ka. Mana o'rtoqlar. Bu yerda bedana tuxum bor ekan-a? Asosan bedana hozir aka. Men bir bedana tuxum olib kelganimda majburlab qo'ydirgan edim. Endi takomillashish ketibdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli, qadrli YouTube tomoshabinlari. G'olibjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Qizimsizlar? Juda ko'pchilar inkubator haqida bilsangiz Telegramda yozaverdi. Inkubatorchi anaqasi bormi, manzili. Hozir ham tuxum ochyapti. Shunaqa talab va istaklar bilan keldik uka. Bo'ldi aka. Sezon bo'lyaptimi yo o'lganmi? Yo'q aka, hozir sezon emas, sezonda bo'lmaydi bu. Klientlar uchun ishlayapmiz. Ishlanyapti, lekin ish to'xtagani yo'q, to'g'rimi? Ish to'xtagani yo'q. Hozir ancha yangiliklar tashlaganmiz ichkariga aka, ko'rsataman sizga. Bo'ldi, muxlislar uchun ha. Bitta like bosasizlar, yangiliklarni ko'ramiz. Ketdik, mana ketdik. Ofisda ham o'zgartirib yuboribsiz-a? Ha, aka endi. Voy, buzib qurilyaptimi boshqatdan? Boshqatdan ofis qilamiz. Mollarni ko'rgandingiz, sulus bosganmiz. Sulus bosilgan. Ha, bu tomonga oldingiz ro'zaxonani. Bu yoqqa endi. Bu tomon alohida qurilibdi-da. Xo'p. Birinchi yangiligimiz mana video. Birinchi o'rinda. Bexavotir tuxum olib kelsa bo'laveradi. Bizda ko'pchilik eng birinchi kelgan odamning savoli, svit o'chib qolsa nima qilasizlar deydi-da. Masalan, uyjogim bor edi o'zimda, kichkina edi. Kichkina edi. Uyam ko'taradi, lekin hozir bu nima shift? Buni yaxshi tomoni aka, mana uni 2-3 dan kelgan to'ka, svit o'chdi deb hisoblaylik mana. O'chdi. Svitimiz o'chdi. Voy. Joy sog'. Avtomatik ekanda. Svit yonida avtomatik o'char ekan, ha? Siz shartmasiz bunga aka. Svit o'zi avtomatik yuradi. Svit yoqib beradi. Endi bemalol toqqa dalaga ketavergan tuxumni qo'yib qo'yib. Yo'q aka, qarayapsiz. O'rtoqlar, moshinasiga bu qanchaga oldingiz bo'lmasa buni? Uni chichaka minib o'rgatishdi aka, uslubkalari. Mana ular bilan, ha? Gap so'z yo'q. Daromad yaxshi qilyapsiz-da, to'g'rimi? Sezon davom etyapti ekanda. Endi kelib turibdi, hozirgi ishlayotgan anonimiz daromadimiz to'g'ri ziyonga ishlayapmiz. Ochig'ini aytaman, 500 minglik tarqatsak jo'ja 1 millionga to'layapmiz. Lekin endi klientlarimiz uchun iloji yo'q. Iloji yo'q ishlayapmiz aka. Endi birda unday. Xudo barakasini bersin. Qani ketdik. Ichkarida ham ko'rib ko'rilikchi. Mana do'stlar. Inkubator xona ham moshina xudo xolasa. Nechta o'sha 10 tami yo nechta inkubator? Inkubator o'sha 5 ta, 6 ta. Kattalaridan bor ekanda. Asosan bu ishlayaptimi hozir? Hozir bu bilan ishlayapti. Aytilgan unga qo'yamiz, raddomimiz bu. Gap so'z yo'q. Yengil ochib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu havo sovib qoladimi yo? Yo'q, ta'sir yo'q. Qani? Mana o'rtoqlar. Bu yerda bedana tuxum bor ekan-a? Asosan bedana hozir aka. Men bir bedana tuxum olib kelganimda majburlab qo'ydirgan edim. Endi takomillashish ketibdi. Endi bedanalar bular haligida sayraydigan bedanalar. Qimmat bedanami? Mas'uliyati katta ekan demagan uni. Uni 100 mingdan, tujasini 300 mingdan sotishyapti ekan bu. Haligi maymunchalik Zo'rin akam bor. Ochirib olib ketdi, uyga borib sayrashni boshladi. 1 kunlik bedanani tujasi. Maşallah. Inkubatordan chiqsam sayrar ekan, ha? Aytib, 1 kunlik jo'ja sayrashni boshladi. Men aloqalarni ish olib telefonda ko'rsatyapti. Negativlar bo'ladi aldayapti degan, ish olmasa telefon nomerini beraman, menga telefon qilsin. Bo'ldi. Aytaman, ko'rsataman. Ko'rsatgan tashaveradi sayraganni. Bu yerda qanaqalar endi bu? Qayda ochitganlar hozir 1 kishilik qoldi juda. Radda bor bu yer, ha? Radda.
Endi G'olibjon biz bu yerga bekordan bekor kelmadik. Baribir sizlar yaxshi zotlarni ko'paytirib kimlar bilan tekshirib boqayotgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Shularni ham video davomida bitta tomosha qilib qo'yaylik obunachilarga. Bo'ldi aka, hozir Gapsiz. G'olibjon. Yurib gaplashamiz-da, mana G'olibjon bilan birga. Ilgari ham bu xonadonga bir kelganmiz, bir marta. Zo'r zotlar bog'da qolsa, tomosha qilsangiz ham arziydi, bitta like bosib qo'yasizlar. Parandalar sotilmaydigan-a bular, ha? Sotilmaydigan. Просто ota-onalar, bularning bolalari bor hozir aka. 20 kunlik deb olib qo'ygan. Ular sotiladi. Xo'p, o'rtoqlar, mana hozir sizlarni birgala chotki zotlarni oldiga olib kelaman. Oppa, makiyon so'raganmanlaring, lekin sotilmas ekan mana. Bularni bolalarini bir chiqargan edim, 10 ta, 11 ta jo'jani. O'sha paytda yo'q sotilib ketdi. Moshni narsalarda. Bular chempion zotlar. Bu uy egasi hozir yo'q. Biz G'olibjon bilan video qilyapmiz. Uy egasi Maqsudjon o'g'aynimiz. Haqiqiy parvoz. Nima deydi? Haqiqiy shinavandasi. Tozasini boqadi. Chakanda narsa ushlamaydi qo'liga. Mana o syomka qilgan xo'rozlarimizdan bittasi shekilli. U zotga qoldimi u? Ha, zotga qoldi. Ular endi katta bog'lik uchun yaylovda yurgan. Ular bir joyga hali o'zi to'planmasa, majburlab to'plab bo'lmaydi. Mana otasi hali chempion. Nari otasi. O'sha bu cho'ja ekan. Bu Nargiz otasi. Otasini ham cho'jani o'zi o'p qopdi, to'ladan chiqib, ha? Ha, otasini o'zi chiqdi haqiqatan. Vahshiy zo'r chiqdi, xudo xolasa. Mana o'rtoqlar endi yaqinlashtirib olish iloji bo'lmayapti. O'kislar ham yaqinlashib ololmaganmiz, chunki bular odamga o'rganmaganda, to'g'rimi? Ha, bular o'sha dalada yuradi, Dalani kattalarini ko'ryapsizmi? Ko'stinmas. Otasi vahshiy zo'rlar dedi xolos. Mana oppoq makiyon menga juda ham yoqdi-da. Mana. Do'stlar, 200 dollarga kelgan aka, shu makonni. makiyona? Pervoznaymi? Hozir ular bolalarni ko'rsatamiz aka. Xudo xolasa, o'rtoqlar bularning zotlari bor. Necha oylik dedingiz? Hozir ko'ramiz, ha? 20 kunlik. Ha, 20 kunlik jo'jalar bor. Jo'jalarni video davomida sizlarga tomoshaga qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa, endi nasib birokin yaqinlashtirib ham syomka qilamiz. Endi bular sotilmaydi, zotga tuxumda ularni hozir tomosha qilishdi ham tomosha qilgandan keyin sotasizmi deydi ko'pchilik. To'g'rimi? Gap yo'q. Tuzuk. Endi chaqirib tura qo'rasi. Mana o'rtoqlar jo'jalar chiqib keldi. Hammasi xudo xolasa siqqa chiqardik mana. Bular soni nechta? 20 ta aka. 20 ta. Mana G'olibjon mana bu Fervit. B degan dori Liboy aptekada bor. Bu jo'jalarda yana ham sog'lom, baquvvat bo'lishligida, patlari tez chiqishida, qanotlari, oyoqlari mustahkam, tumshuqlari mustahkam bo'lishida, ves olishida juda ham katta foydasi bor. Buni ko'pchilik endi bilib boryapti. Qaydan topamiz deb yurganida hozir butun O'zbekiston, Qoraqalpog'istonda ham bor ekan. Dillerlari bor, aptekalarda bor. Bemalol mashinadan foydalanishingiz mumkin uka. Bo'ldi aka, bir sinab ko'ramiz, natijasini aytamiz. Xolos, gap yo'q, sog' bo'ling. Rahmat sizga. So'z yo'q. Necha kunlik bo'ldi? Rona bu hozir. 20 kunlik bo'lib qoldi-da. 20 kunlik bo'lib qolibdi o'rtoqlar, mana ishqibozlarga. Zotlar ishonchlar xudo xolasa. Ha, aka, ash ko'rgan zotlaringiz-da. Ha, shu bog'da yurganlar zotidan, ha? Yurganlari zotidan, ha. Gap so'z yo'q. Ular erta bahorga, ertangi bo'ladi. Mana kimga ishqibozlar bo'lsa, sotilaradimi G'olibjon? Aka, sotiladi bular. Ha, 40 ta kun qo'yib qo'yganmiz, Juda so'raganlarga bo'ladi, ha, muntazam xudo xolasa. bo'ladi aka. Mana o'rtoqlar 20 kunlik jo'jalar. Qop-qoralari ham bor ekan, zaratchkalari ham bor ekan. Saman ko'p chiqadiki, samana? Ha, inshaalloh. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, endi bularda hozir Xo'roz makiyoni noma'lum, ha? Noma'lum aka. Noma'lum. Necha oyda ma'lum bo'ladi endi misol? Dashaniki endi asli biladigan odam bir kunlikda ajratib oladi. Bir kunligida biladigan odam. Chunki shu ochishga intibatga kelgan odamlar ko'p aytadi, mana Xo'roz bo'lsa makiyonni ajratib olishadi. Endi tushunadigan odam kelib tanlab olishaveradi aka. Tanlab olaverasizlar. Hozir men so'raganim, hozirgi ko'pchilik ishqiboz bo'lganlar qaysi biri makiyon, qaysi biri Xo'roz demasdan o'xshay olasizlar. Misol, o'zi 20 dona beradi, 20 dona. Bir kishi olib boqib qo'ysa ham yoki ikki kishi olib boqib qo'ysa ham bo'ladi-da. Buni misol ichidan 4 ta Xo'roz chiqadimi, 10 ta Xo'roz chiqadimi, bu yog'i nasib. Otalari moshni xudo xolasa, men uni ko'rganman.
ilgari ham bir video qo'yganmiz. Hamtanalarini ham qo'yganman. Katta bo'lib, kami 5 kilo bo'ladi. Aka, hozir bular 6 kilodan o'tib ketadi. Chunki Bular o'ta ertagida. Ha, o'ta ertagi. Endi kami 5 kilo bo'ladi deyurlik. Kami 5 kilo bo'ladi. Kami, chunki otalarini ko'rganmiz, ishqibozlar aloqaga chiqasizlar. Dastlabki yo'q, pochta qilib olishadi, chiroyli qilib yo'l kirasini berib kutib olasizlar, mana berilaveradi. Oyoqlari ham baqma chiqqan. Juda palvon jo'jalar ekanda. Necha puldan narx aytamiz bularga? Endi bularda aka 1 kilo jo'jasi o'zi 100 ming sotilayotgan. 100 ming, ha? Biz obunachilargacha buni qanchaga berasiz? Rejima kunlik, 1 kunlik emas. O'zimda hozir boqib berish xizmati bor. Kuniga 2 ming so'mdan bitta jo'jani boqib beraman. O'shani ham aytib o'tmadi, inkubator holatida. Masalan, 20 kun boqib bersangiz, bitta jo'ja 40 ming bo'ladimi? 40 ming, qo'shiladi. Qo'shiladi. To'g'ri. Endi yeb ichishi bor, boshqasi bor. 1 kunligi 100 ming bo'layotgan bo'lsa, 20 ta jo'jangizniki shunda 800 ming qo'shiladi, 1 million qo'shiladi. O'sha narxi 200 mingga bizga to'g'ri kelaveradi. 200 mingdan beraverasiz, ha? 200 mingga bo'lsa, o'sha boqib berish xizmati o'zidan. Asli bilganga arzon, hozir 150 ming, 200 mingdan tuxum olib, bostirib, kutib, ochiqlangandan ko'ra tayyor 20 kunlik jo'ja bilganga 200 mingdan arzon. Zudlik bilan aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. Agar hammasini bir joyga olib, shuni boqaman degan odamga aka chiroyli qilib onasini qilib beramiz. Dastlabkilar ichida qilib berasizmi? Pochtalari. Ichida qilib, narxini ham chiroyli qilib beramiz. Gap so'z yo'q. O'rtoqlar jo'jalar mana yaxshi ekan. Avvalligini baqmagan. Tumshuqlari ham mana. Baqvat jo'jalarga. Gap yo'q. Oyoqlar. Cho'tka ekan, gap so'z Uni yo'q. tanlaydigan emasda, hammasi bir-biridan zo'r, xudo xolasa. Men o'zimda sharoit bo'lganda o'zim olib qo'ya qolardim, hozir qish kunida menda issiq joyi yo'q. Endi bunga issiq joy qilish uchun bitta oddiy sandiq qilib, svet, apelka, suv, to'g'rimi? Chiqaradi qishdan, ha? Oddiy bitta lampochka bo'lsa bo'ldi. U lampochkani ham rosa yoqsa bir yoqishadi-da, birovga ham bormasa o'chirib qo'ysa bo'laveradi. Chunki katta olib qoldi deydilar. Misol 1 oy 2 oylik bo'lib qolgandan keyin qishdan chiqaradi o'zi. Ha, bemalol chiqadi aka. Просто endi issiqroq joy qilishadi bo'ldi. Bek joy bo'lsa. Gap yo'q, mana kerakli ma'lumotlar sizlarga oldi o'rtoqlar. Bular hozir sovda ko'p qoldirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Biz qolib kirib qo'yamiz. Xudo xolasa ekranda nomerlarni aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar.